Assalomu alaykum. Obunachilar, xudo xolasa o'zimizni jiyallini shonalari kelganmiz. Shunaqa qilib chiroyli karavotlarni berib qo'yishibdi mana. Sifatlari o'ta ideal holatda inshaalloh. Eng qizig'i bu yo'q qilishdi, mana bu yerda ham chiroyli naqsh qilib qo'yishibdi. Bizda o'zimizda Shamshiboyda o'zimiz karavot ham qilamiz, lekin tan beramiz bu narsaga, sababi mana bu silliqni qarang, har xil variantlarni qilib qo'yishibdi. Mana bular ham mana ideal holatda cho'tki chiqibdi omalarki, hozir bir prosta tak aylanib keldim. Shuni sizlarga ilindim, xudo xolasa. Vibrlarım da kelyapti, mana lazerlar o'zgarib ketib turib. Mana bu ham mana boshqacha o'zgacha lazerlar ham. Kraskalarni ham gallan sepib, eng qizig'i avtomobilni laklarni sepib qo'yishibdi, devu kraskalarni sepib qo'yishibdi, xudo xolasa. Mana bu oyoqli variant ekan, uchtasi. Ikkitasi oyoqli, bitta chekkada bez oyoq. Oyoq deganim mana bu relis. Mana bu balon. Biz relisli darozaga qo'yamiz buni. Mana bu oyog'i yo'q. Birinchi qo'l Liboy joydan surishtirasizlar, narx-navosi ancha arzon. Sababi ular o'zlari mehnat qilishadi. Mana lazerlar. Mehnat qilishadi. Erinmasdan mana bu yerlarni ham chiroyli qilib, nejniy qilib ajratib qo'yishibdi, xudo xolasa. 1.8 listdan mutdi. Misol hozir shuni o'zimizda bozorda 5 million, 5,5 million oralig'ida sotishyapti. Oyog'i bo'rini ham, yo'g'ini ham, qizig'i yo'q. Bular aytishyaptiki, necha pullarni tarqatyapsizlar desa, optim tarqatishadi. Birinchi qo'l dehqon haqiqiy. O'lib sotarga 4 milliondan beramiz deyishyapti. Shu variantini. Agarda balon qo'yib beringlar deysa, bunaqa relis qo'yib beringlar deysa, 200 ming so'm qo'shib berishadi, bo'ldi deyishyapti. Mana bu yerlar ham o'ta ideal holatda chiqibdi. Mana qarang, okalar, bu eng qizig'i bizda mana bunaqa lak sepmaymiz. Biz ham qilamiz, lekin tan berish kerak, lak sepmaymiz. Sababi bizda sal darvozada ish ko'proq, karavotlarga zakazga qilganimiz uchun okalarda sal sifati kuchliroq. Bular yo'nalishi shunaqa ish qilganlar hisobiga, xudo xolasa, chiroyli holatda chiqibdi. Mana okalar, sifatlar eng qizig'i mana bu kraskalar, laklari ham avtomobilning toza pakret laklarni sepishibdi, xudo xolasa. Yo'nalishlari bunaqa eshik. O'g'illari 3-4 o'g'illari bor. Dehqonchilik oilaviy qilishadi, xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli, yaxshi karavotlar, eshik derazalar kerak bo'lsa, pastga telefon nomerlarini yozib qo'yaman, xudo xolasa. Bizga umuman qizig'i yo'q buni. Sababi bu dehqonchilik, kimlardir o'lib shuni tevasida foyda qilishganlik hisobiga biz o'zimiz darvozada dehqon bo'lganimiz uchun shu okalarni ham birinchi qo'lliklar uchun video qilib qo'yib yuboryapmiz. Sog' bo'linglar, charchamaman.